Hamma narsani qilib ko'rdim. Tarozida esa deyarli o'zgarish bo'lmayapti. Hamma harakatlarim foydasiz bo'lyapti. Qabulda bu gapni men juda ko'p eshitaman. Qizig'i, men birinchi tarozga qaramayman. Sizga savol, hammasi deganda nimani nazarda tutyapsiz? Sababi, avval odatlar aniq o'zgarganiga ishonch hosil qilish kerak. Uyqu, harakat, oqsil iste'moli, ovqatlararo tamaddi. Agar bularning hammasi joyida bo'lsa, keyingi savol, natija bor yo'qligini nimaga qarab bilyapsiz? Bugun mana shu haqida gaplashamiz. Oldingi video organizmni yog'dan energiya olishini tiklash haqida edi. Bugun siz qilayotgan harakatlar to'g'ri ekanligini qanday bilish haqida gaplashamiz. Video oxirida siz 3 ta narsani bilib olasiz. Natijani birinchi nimada ko'rasiz? Tarozi qachon sizni adashtiradi va qachon rejangizni qayta ko'rib chiqish kerak? Ko'pchilik natijasini faqat tarozi bilan tekshiradi, lekin bu hamma narsani ko'rsatmaydi. Masalan, o'lchamlaringiz, uyqu, xurrak va harakatlaringiz yengillashganmi? Bularni tarozi ko'rsatmaydi. Shuning uchun bemorni hech qachon bitta ko'rsatkich bilan baholamaymiz. Birinchi navbatda bemor o'zini qanday his qilayotganiga qaraymiz. Oldingidek tez-tez ochlik bormi? Shirinlikka xohish kamaydimi? Ovqatdan keyin to'qlik qanday? Uyqu yaxshilandimi? Energiya oshdimi? Ko'p bemorlarda vazndan oldin aynan shu o'zgarishlar seziladi. Ahamiyat bering, tarozi bu ro'yxatda yo'q. Keyin o'lchovlarga qaraymiz. Bel aylanasi, kichkina bo'lib qolgan kiyimlaringiz sig'yaptimi? Eski rasmlarga solishtirganda o'zgarish bormi? Tarozi faqat vaznni ko'rsatadi. Bel aylanasi esa tarozidan oldinroq o'zgarishni ko'rsatadi. Shuning uchun bemorga faqat vaznni emas, bel aylanasini ham yozib borishni aytaman. Sababi ko'zimiz har kuni ko'rgan o'zgarishni sezmaydi. Rasmlarda esa buni yaxshiroq ko'rish mumkin. Lekin bir muhim narsaga e'tibor bering. Bel aylanasi ham har kuni bir xil chiqmaydi. Ovqat yeganingizga, ich kelgan kelmaganligiga, suv ichganingizga ham bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bir kundagi raqamni o'ziga qarab xulosa qilmang. Oxirgi bir necha haftadagi raqamlar yo'nalishiga qarang. Ba'zi bemorlarda laborator natijalar ham muhim. Masalan, HOMA-IR. Bu organizm insulinga qanchalik yaxshi javob berayotganini ko'rsatadi. Jigar fermentlari esa jigar holati yaxshilanayotganini ko'rsatadi. Lipidlar metabolik holat sog'lomlashayotgani haqida aytadi. Bularni esa boshlang'ich natijalar bilan solishtiramiz. Mana shu joyda qiziq holatni ko'ramiz. Ba'zida tarozida hali katta o'zgarish bo'lmaydi, lekin tahlillar organizm ichkaridan allaqachon yaxshi tomonga o'zgarayotganini ko'rsatadi. Shundan keyin esa tarozdagi ma'lumot muhim bo'ladi. Bu taroziga umuman qaramang degani emas, shunchaki uni o'rni boshqachaligini biling. Taroziga ham qarash kerak, lekin u eng birinchi o'lchov usuli emas. Siz oqsil iste'molini ko'paytirdingiz, harakatlarni boshladingiz, mushak massasini saqlayapsiz, yog' miqdori kamayyapti, bel aylanasi esa kichkinlashyapti, kiyimlaringiz yaxshi turishni boshladi. Lekin tarozi bularni hammasini ajratib ko'rsatmaydi. U shunchaki vaznni raqamda ko'rsatadi. Shuning uchun natijani noto'g'ri usul bilan o'lchasangiz, to'g'ri yo'lda bo'lsangiz ham adashib ketasiz. Endi tasavvur qiling, bemor qayta qabulga keldi. Hammasini qildim, lekin natija bo'lmadi. Bu holatda quyidagilarni aniqlash kerak. Birinchi, odatlar haqiqatdan ham o'zgardimi? Agar yo'q bo'lsa, muammo davolashda bo'lmaydi. Ikkinchisi, o'zingizni his qilishingiz o'zgardimi? Ochlik, to'qlik, energiya yoki uyqu. Uchinchisi, tana o'lchovlari o'zgardimi? Bel, kiyimlar, rasmlar. To'rtinchi, tahlillar yaxshilandimi? Va faqat shundan keyin boshqa sabab va yechimlarni ko'rib chiqamiz. Undan oldin emas. Ko'pchilik ozishni maqsad qilib murojaat qiladi. Meni tavsiyam sog'lom turmush tarzi va xulqni maqsad qiling deyman. Sababi vaqtinchalik natijaga erishish mumkin. Uni ushlab qolish qiyin. Shuning uchun natijaga emas, xulqni o'zgartirishga reja qiling. Shunda natijaga erishasiz va ushlab ham qolasiz. Videoning boshidagi savol. Natija bor yo'qligini nimaga qarab bilamiz? Endi bu savolga siz o'zingiz javob bera olasiz. Shuning uchun bugundan boshlab faqat taroziga qaramasdan bel aylanasini yozing. Eski rasmlaringizni solishtiring. Ochlik va to'qlikni kuzating. Energiyangizga e'tibor bering. Uyqungiz yaxshilandimi? O'shanga qarang. Kerak bo'lsa, tahlillarni boshlang'ich natijalar bilan solishtiring. Va bir kunlik raqamga emas, balki haftalik raqamlar yo'nalishiga qarang. Agar 3-5 hafta davomida odatlaringiz davom etsa-yu, lekin ko'rsatkichlarning birontasi yaxshilanmasa, ana undan keyin rejani qayta baholash kerak bo'ladi.